Assalomu alaykum, Liderkor kanali obunachilari. Fermamizga Burgundiya zotli quyonlar yetib kelgan. Shular haqida bir ma'lumot berib o'tib ketaman. Sotiladigan quyonlar bor. Shular haqida ham bir ma'lumot berib o'tib ketaman. Video davomida ko'rsatib o'tib ketaman, lekin bu quyonlar sotilmaydi. Xo'p, keyin shu bitta obunachilarimiz so'ragan, kattalarni ko'rsating deb, ularni ham ko'rsatib bir ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, Liderkor kanalida yangi quyonchilikni boshlagan obunachilar ko'p. Shular so'ragandi, go'sht yo'nalishiga qanaqa zotli quyon yaxshi deb. Men Burgundiya zotli quyonni maslahat beraman, ya'ni shularni. Sababini hozir tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, go'sht yo'nalishiga boshqa zotli quyonlar ham bor. Masalan, Kaliforniya bor. Kaliforniyani ham zot yo'nalishiga, ham go'sht yo'nalishiga boqsa bo'laveradi. Poltavskiy serebro bor. Uni ham go'sht yo'nalishiga, ham zot yo'nalishiga boqsa bo'laveradi. Keyin Hikol bor. Hikol endi zot yo'nalishiga kirmaydi, faqat o'sha go'sht yo'nalishi. Nimaga o'sha quyonlardan shu Burgundiya quyonning afzali tarafini, xo'p, ustun tarafini tushuntirib o'tib ketaman. Nimaga imindi shu Burgundiya quyonni maslahat berishimni? Birinchi sababi, boshqa zotli quyonlarga nisbatan Burgundiya quyoni bolaga yaxshi qaraydi. Keyin plus tarafi, buni go'sht shirin. Endi hamma har xil gapiradi, lekin ko'pchilik aytadi shu Burgundiya quyonni go'sht shirin deb. Shaxsan o'zim ham so'yib yeb ko'rganman. Boshqa zotli quyonlarga nisbatan go'sht shirinroq. Keyin ham zot yo'nalishiga, ham go'sht yo'nalishiga boqsa bo'laveradi. Keyin sotish masalasida ham obunachilar bitkasi telefon qilib aytganda, men foyda uchun boqaman, foyda uchun o'sha quyon kerak, qanaqa zotli quyon boqsam bo'ladi deb so'raganlar ham bordi. Endi aslida foyda uchun boqishni maslahat beraman. Qiziqish uchun boqsa endi boshqa narsa. Lekin foyda uchun boqsa ham Burgundiya quyoni yaxshi, sababi sotishda ham muammo bo'lmaydi. Xaridori yaxshi. Bozorga olib chiqib yurmaysiz. Xaridori ko'p, shu gruppalarda sotish oson. Bular o'sha 2 oylikdan o'sha boshqa go'sht yo'nalishidagi zotli quyonlarga nisbatan Burgundiya quyonining shu afzali taraflarini tushuntirib o'tib ketdim qo'ldan kelgancha. Endi har kim fikri har xil. Kimdir o'sha Poltavskiy serebro yaxshi deydi, shu go'sht yo'nalishi, kimdir o'sha Kaliforniya zo'r deydi, kimdir Hikol zo'r deydi. Endi hamma o'zini fikridan kelib chiqib aytadi. Men o'zim shaxsan o'zim fikrim shu Burgundiya quyonini ham go'sht yo'nalishiga, ham zot yo'nalishiga boqishni maslahat beraman. Video uzib hozir sotiladigan quyonlarni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Yo'qsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sotuvdagi quyonlarimiz shular. Zoti karlik hatot. Ota-onasi ham karlik hatot. Yoshi 2 oydan oshgan. Sog'lig'i xudo xolasa 100% sog'lom. Qaysidir videoda shu tushuntirib o'tib ketdim, endi yangi kirganlar uchun shu hatot zot haqida tushuncha berib o'tib ketganman. Dekorativniy bo'ladi bular, ja katta bo'lib ketmaydi. Kilosi ham rasa borsa shu 1,5 kiloga borsa kerak. Jins para, bitta samiz, bitta samka, qoni bir. Xudo xolasa oladigan odam bo'lsa, bir 2,5 oy, 3 oy boqsanglar qo'shishga tayyor bo'ladi. Hozir 2 oyda o'tib qo'ygan. Koksidozga qarshi sug'orilgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 200 ming. 200 mingga imindi shu hatotda karlik hatotlarni umuman bermaydi. Prosta men joy bo'shatishim kerak. Joy yetmayapti, shuning uchun narxi 200 ming. Hamma viloyatlarga dastavka bor. Prosta dastavkani pulini o'zingizlar berib tushirib olasizlar. Taksiga chiqazaveraman. Keyin
oladigan odam, konkretniy oladigan odam telefon qilsin. Ba'zi birlar ko'payib ketdi. Lakasa tashlab bering, borib olib kelaman. Quyonni sotmay turing. 2 kundan keyin olaman, 3 kundan keyin olaman deganlar ko'payib ketdi. Konkretniy oladigan odam telefon qilsin. Telefon qilib, meni ham o'zinglarni ham vaqtinglarni olmanglar, qo'ya olmasanglar. Endi boshqa masala telefon qilsanglar, qo'ldan kelgancha yordam beraveraman. Lekin shu quyonni olish masalasida meni ham shu o'zinglarni ham vaqtinglarni olmaydigan bo'lsanglar quyonni. Narxi shu aytib o'tib ketdim, 200 ming, 200 mingdan umuman kami yo'q.